Studenskiy bilan yurish uchun qanaqa o'qishga kirish kerak? Ko'pchilik Studenskiy bilan yuraman deydi, ya'ni вечерний bo'lsin deydi, arzonroq bo'lsin deydi. Studenskiy bilan yurish вечерний arzonroq deganda ko'proq tushuniladi onlayn o'qish. Liba redka kechqurun borib turish. Bunaqasi bor sizlar uchun. 70 ming, 75 ming orasida Piterga, 130 mingga Moskvaga qimmatroq bo'lishiga sabab Moskvada o'zi oyliklar ham shunga yarasha 2 barobar qimmatroq. Moskva oblastga 90 mingga bor. Agar oblastda bo'ladigan yerlarga, shaharga 130 ming. Piterga 75 ming. Kontraktda 1 yilga. Buni yaxshi tomoni haftada 1-2 marta kelib tursangiz ham bo'ladi, onlayn o'qishingiz ham bo'ladi. Studenskiy bilan yurish, ya'ni patentdan arzonroq tushadi. Естественно, kontraktda tushuncha. Bizning uslubimiz bor, bir marta o'qishga kirishish uchun to'laysiz, boshqa to'lamaysiz. Dalshi har yili 70-75 ming kontrakt to'lab yurishingiz bo'ladi. Sessiyalar ham onlayn bo'ladi, ya'ni обязательно borib qiynalib yopish shart bo'lmaydi. O'zingizlar yopishingiz ham bo'ladi uni. Tushunmaganlarga yordam beradigan bolalar ham bor albatta. Endi shunaqa joyi bor, ya'ni bu o'qishni diplom o'tadimi deyishadi. Albatta o'tadi. Просто так без patent student bilan yurganiga yarasha, ya'ni kontrakt to'laganingizga yarasha, ertaga diplom sizga foyda bo'lishi uchun faqatgina davlat universiteti haqida gapiramiz. Davlat universitetlari Rossiyaniki, mana buni o'tar ekan, buni o'tmagan degan gap yo'q. Hammasi Rossiya davlat universitetlari haligacha O'zbekistonga qabul qilinadi. Har xil vaziyatlar bo'lib turibdi, lekin ularga aloqasi yo'q. Ta'limni student bu migrant emas. Ularning diplomlari, dokumentlari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadi. Hozir O'zbekiston oliy ta'lim bitirgan odamlarga ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti hammani. Shuning uchun nombodo Rossiyani o'zida qolib ishlamoqchi bo'lsanglar ham yoki dalsh magistrda o'qimoqchi bo'lsanglar, O'zbekistonga borib ishlamoqchi bo'lsanglar ham diplom o'tadi va ta'lim sifati ham balandroq. Chunki sizlar o'rganib yaxshi joylarga ishga joylashib ketsanglar, bu universitetda status oshadi. Reyting qiladigan aytgandagi organizatsiyalar bor, o'shalar har doim status qiladi.